Sharqiy Turkistonning Qumul shahrida Qurban Hayit kuni mazlum musulmonlarga hit bo'lmadi. Sharqiy Turkistonning Qumul shahrida bir yosh Qurban Hayit kuni turmaga qamalgan ikki akisini yo'qlig'iga borganda Xitoy saqchilari tomonidan urib o'ldirilgan. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi tungan musulmonlarni qattiq jazolashga boshlagan. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi yuqori sud mahkamasi 45 yoshli Huang Shike ismli bir tunganga undidor to'pida duo qilish usulini o'rgatganligi uchun 2 yillik hukm e'lon qilgan. Mazkur kishi o'tgan yili undidor to'pi qurib, to'pda 100 atrofida o'zining tuqqanlari va do'stlarini qo'shganligi, o'zi qurgan to'pda duoni qanday qilish haqida ovozliq so'zlab berganligi. Şu sebepten Xitoy sud mahkamasi undidorda qonunsiz material ishlatish, qonunsiz to'rga chiqish jinoyati yuklab 2 yillik hukm chiqarganligini oshkorlagan. Fransiyada chaqirilgan Yevropa parlamenti umumiy kengashining ichilishida dunyo miqyosida yaqinqi kunlarda maydonga kelgan terrorlik hujumlari va tabiiy ofatlarda o'lganlarga atab hurmat bildirilgan bo'lsa-mu, biroq arakanlik musulmonlar duch kelayotgan zulm va qatl amlarning nazardan saqit qilinishi alohida diqqat qo'zg'agan. Burma armiyasining hujumlarida 150 dan ortiq yezi millatchi buddistlar Burma armiyasi tarafidan kuydirib tashlandi. 10 minglarcha arakanlik musulmon bexatarlikni ko'zda tutib Arakandan qechishga tirishmoqda. Burmadan qochgan musulmonlar tog'liq rayonlarga, Naf daryosi yoki dengiz orqali Bangladeshga borgan. 25 avgustdan buyon Bangladeshdan panohlik tilganlarning soni 313 mingga yetib, hayotidan ayrilgan musulmonlar 10 mingga yetgan. Pyongyang hokimiyatiga yurgizilayotgan embargolarning amaliylashish ahvolini nazorat qilish vazifasini ustiga olgan 8 kishilik hay'at doklad e'lon qilib, Shimoliy Koreya bilan Asad hokimiyati o'rtasida cheklangan ximiyaviy va ballistik boshqariladigan bomba programmalari bilan Suriyaning Skud nomli raketomyotlari, quruqlikdan havoga qo'yib beriladigan raketomyotlar va boshqariladigan bomba mudofaa sistemalarini tekshirish va remont qilish qatorliqlarda hamkorlik o'rnatganlikka to'g'riliq paydo bo'lgan ma'lumotlar ustida tekshirish elib berilganligini bildirdi.